Yaqında Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan Sharqiy Yevropa davlati Litvaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati Tayvan masalasi sababli nacharlashishga yuzlandi. Tayvan mazkur davlatda vakillik o'rni ta'sis qilgandan keyin Xitoy Litvadagi bosh elchisini qaytarib keldi va Litvadan bosh elchisini chaqirishni talab qildi. Litva parlamenti bu yil mayda Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilgan edi. Germaniyada virus vaksinasi emletmegenler kundalik turmushida texnik ko'p cheklamalarga duch keladi. Vaksina emletmegenler yipiq sorunlarga kirish uchun tekshirish natijasini ko'rsatishi lozim, lekin burunqidek haqsiz tekshirishdan bahramand bo'la olmaydi. Saudiya Arabistonining Paris qo'ltig'ida Hindiston bilan birlashma dengiz manevrini boshlaganligi e'lon qilindi. Saudiya Arabiston taratqullarining xabar qilishicha, ikki davlat dengiz armiyasining birlashma manevriga Hind okean deb nom berildi. New York valisi Andrew Cuomo jinsiy axloqsizlik bilan ayblangandan keyin iste'fo berishni qaror qilganligini e'lon qildi. Katie Hochul Cuomoning o'rnini olib New Yorkning tunji ayol valisi bo'ldi. Xitoyning Yunnan o'lkasida tabiiy muhofazat rayonidan ayrilgan 14 Yovvoyi Osiyo filining ko'chish yo'li ustidagi 150 mingdan ortiq odam tarqoqlashtirildi. İlgilenişe, 1,5 yildek vaqt tabiiy muhofazat rayonidan ayrilib turgan 14 Yava Osiyo fili qaytib kelayotgan bo'lib, navbatda tabiiy muhofazat rayonidan 200 kilometr yiroqlikda ekan. Iroqning janubidagi Karbala shahrining boshlig'i Abir al-Hafajining qasdga uchrash natijasida qazo qilganligi e'lon qilindi. Karbala valiliqi shahar boshlig'i Abir al-Fajining shahardagi qonunsiz qurilishlarni chiqishga munosabatli tekshirishlari jarayonida qurolli hujumga uchraganligi e'lon qilindi. Xitoyda bir sud mahkamasi zahar atkazchilik jinoyati bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin qayta sudlash orqali o'lim jazosiga hukm qilingan Kanada fuqarosi Robert Schellenbergning norozilik arzini rad qildi. İlgilenişçe, Huawei şirketining moliya amaldori Meng Wanzhou Amerikaning Ironga qaratgan embargosiga xiloflik qilganligi sababli Kanadada qo'lga ilingandan keyin Schellenberg Xitoyda qayta sudlanib o'lim jazosiga hukm qilingan.